1 yil oldin bitta klientimizda kichkinagina pulimiz qolib ketdi-da. O'sha paytda seriozga olmadik-da, o'sha paytda u pulni. Mayli deb rozi ham bo'lmadik, rozi emas ham bo'lmadik. Alloh o'zi isloh qilsin deb ketdik. O'sha odam hozir mana meni to'xtatib, "Shahboz, to'xta" deb chetga olib signallar chalib, "To'xta" deb to'xtatdi-da. Ukam sinov kelib qoldi deyaptilar-da. Nima bo'ldi aka desam, o'sha paytda menimcha sen rozi bo'lmading-a deyaptilar. Aka, meni esimdan ham chiqib ketgan bu mavzudan. To'g'risi, esimda ham yo'q edi rostdan. Ularni ko'rib, men yuzlarini ko'rib keyin esimga tushdi-da. Chunki kichkina pul edi-da. Lekin men bitta qolib ketdi-da. Nima demoqchiman ota-ona? Kimnidir ishlatib, pulini bermayapsizlarmi? Kimnidir cho'p ketib niyatinglar bormi? Qanaqadir ximik qo'ysalarmi? Foydasi yo'q. U oxiratga qoldirib yuborsa ham, uzoq borsa oxiratda oladi. Niyat qilinglar, mana shu dunyoni berib ketaydi. Oxiratda lekin og'ir keladi. Ya'ni oxiratgacha ham bormayapti. Mana shu dunyoni o'zida hal bo'lib qoldi. Ko'rishyapmiz, men roziman, aka, bizdan rozi bo'ling, ishimizdan rozi bo'ling. Yaxshi yomon gaplar bo'lgan so'z bizdan rozi bo'ling. Men mendan ham roziman, aka, deb quchoqlashdi, yaxshi birodar bo'lib qaytib ketdi. Qaysidir ishinglar o'xshamayaptimi? Qanaqadir sinovda yuribsizlarmi? Bitta orqaga qaytinglar. Orqaga bitta nazar solinglar. Nima xato qilgansizlar? O'shanda inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Charchamanglar, yaxshi tafakkur qiling.